Har kun nima pishirsam ekan deb o'ylayapsizmi? Unda meni profilimga obuna bo'lib oling. Men kundalik pishirgan narsalarimni, video va retseptlarni qo'yib boraman. Bugun sizga oson usulda pankek tayyorlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun bitta katta roy idishga 2 tuxumni chaqib olamiz va ustidan shakar solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ko'pirguncha mikserda ko'pirtirsangiz ham bo'ladi. Asal solamiz va uni ham aralashtirib olamiz. Ketidan un, razahritili elidan chiqarib, yaxshilab aralashtiramiz. Ozgincha suv solib, aralashtirib, 20 minutga tindirishga qo'yib qo'yamiz. Tingan massamizni shunday qilib o'rtacha qizigan tovaga quyib pishirib olamiz. Pufechili chiqqandan keyin orqa tarafini o'giramiz. Xohishingizga ko'ra ichiga murabbo yoki shokolad solsangiz ham bo'ladi. Shunday qilib bir-biriga yopishtirib chiqdim. Men ikki xil qildim, ham murabboli, ham shokoladli. Bolalarim maza qilib yeb olishdi. Siz ham farzandlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, shunaqa pankekni tayyorlab bering. Video yoqgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib oling. Hayotgancha profilimga kirsangiz, bundan ham ko'p retseptlarni qoldirganman.